Rahmat domla. Shu o'rinda ba'zi masalani izohlab ketsangiz, masalan, ayni paytda Saudiya Arabistoni ikki muqaddas maskan Madina va Makka shaharlaridagi Masjidul Haromlarda o'sha Fotihadan keyingi ominni imom ham, unga iqtido qiluvchilar ham jahriy aytadi. Ba'zi kishilar mana shunga asoslar mana ikki muqaddas haram sharifda ominni jahriy aytib tursa, biz jahriy aytmaymizmi? Ular-ku asosiy dinni bizga yetkazgan degan fikrlarni beradi. Buni qanaqa qilib tushuntirish, izohlash mumkin? Ahli sunna val jamoat mazhabida, ya'ni e'tiqodiy mazhabda 4 ta e'tirof etilgan mazhab bor. Ya'ni ahli sunna val jamoat e'tiqodiy mazhab bo'lsa, amaliy jihatdan 4 ta mo'tabar mazhab bor. Mana shu 4 ta mo'tabar mazhab ayrim juz'iy jihatlarda bir-biridan farq qiladi. Aynan hozirgi aytilgan davlatlar, diyorlar Hanbali mazhabida bo'lgani uchun bularda demak jahriy aytiladi. Chunki ularni ham o'zlariga yarasha dalillari bor. Xo'p, bizni diyorlarda esa avvaldan demak Hanafiy mazhabiga e'tiqod qilib kelingan va shu bo'yicha amal qilinadi. Xo'p, ularniki nohaqmi desa, yo'q, mazhablar hammasi haq hisoblanadi. Hammasi haq hisoblanadi. Faqat ular mazhab boshchisi, ya'ni mushtahidlari o'ziga yetib kelgan dalil asosida demak keyingi shogirdlariga, keyingi ummatga bayon qilib bergan va ummat ana shundan kelib chiqib amal qilib ketgan. Ular aynan Hanbali mazhabiga masalan e'tiqod qilgan, shu mazhabda amal qilgani uchun demak ular mana shu omini jahriy aytadi. Biz shuni qilib aytsak bo'lmaydimi desa, ulamolar mazhabdan mazhabga ko'chib o'tish mumkin emas dedilar. Va yana bitta ulamolarning tavsiyasi, har bir inson o'zini diyoriy mazhabga amal qilsin dedi. Nima uchun? Chunki ixtilof chiqadi. Masalan, 4 ta odam namoz o'qiyapti yoki 10 ta odam namoz o'qiyapti. Biri omin jahriy aytdi, biri maxfiy aytdi. Biri har harakatda qo'lni ko'tardi, biri ko'tarmadi. Biri masalan yana boshqacha amallar qildi. Tabiiyki ixtilof chiqadi o'rtada. Insonda darrov shubha paydo bo'ladi. Meniki to'g'rimi, buniki to'g'rimi? Va tabiiyki uning orqasidan o'zinikini to'g'rilash uchun unikini nohaq deyishni boshlaydi. Natijada nima bo'ladi? Tanazzul, ixtilof yuzaga keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislari bor. Saflaringni to'g'rilaylar, ya'ni safda ixtilof qilmanglarki, qalblaring ixtilofli bo'lib qoladi, bir-biriga moyil bo'lmay qoladi, bir-biriga teskari bo'lib qoladi. Ya'ni bu ayni namozga oid hadisda keldi. Demak, namozda inson hatto safni o'zi notekis turishi qalbni bir-biriga nisbatan nomuvofiqlikka olib kelib qolyapti. Hatto shuni o'zi. Shundan ham bilsak bo'ladiki, shu joyda, shu yurtda eskidan ota-bobolar mana shu mazhabni ko'rsatmasi bo'yicha qilyaptimi? Ya'ni qo'lni quloqqacha ko'taradi, rukuga borish kelsa qo'l ko'tarmaydi, omini maxfiy aytadimi? Demak, boshqa ham shunga amal qilish kerak va bu ham o'z-o'zidan emas. Men sunnat tark qilyapman emas, chunki yuqorida aytdik, sunnatdan yetarlicha dalillar bor. Shuning uchun har kim o'z turgan, yashagan diyorida joriy bo'lgan mazhabga, amaliyotga amal qiladigan bo'lsa, ixtilof chiqmaydi, janjal chiqmaydi, urush janjal bo'lmaydi.